Jaloliddin Masharipov 10-raqamda o'ynaydi. Srechka Katanets o'tgan uchrashuvdan ba'zi o'zgarishlar qilganini ko'ryapsiz. Janova vakili hushtak chalindi. O'zbekiston terma jamoasi chap tomonimizdan o'rin olgan yurt vakillari vatandoshlarimiz uchrashuvni boshlab berishdi. Vaskesni aytib o'tdim. Yohan Vaskes 27-raqamda Tigres klubiga kiradi. Shu bilan birgalikda liderlik xususiyatlarini ham ko'rsatishi talab etadi. Mana ko'rdi. Zo'r pas bo'lgan ekan. Saitov navbatdagi hujum tashkil etyapti. Ketdi. Ofsayd yo'qmidi? Turg'unboyevda yo'q. Ikkinchi qavatda uzatma va zarba. Qanday shedevr ko'ryapmiz. Bobur hozir aytmoqchi bo'lib turdim. Arda Basi gollarni qaramoqchi bo'lib turgan edim. Bosh bilan shedevr yo'llayapti do'stlar. Katanets gol urdi. Katanets topdi, hujumchi qo'yishdi. 80 ta vaziyatdan emas, bitta vaziyatdan gol uradigan hujumchini topdi. Turg'unboyevdan pas, chapida berdi va to'p qanday tarzda darvozaga kiritilganini ko'ryapsiz. Ochoasimi, boshqasimi olib chiqsin to'pini. Lekin sakradi. Barmoqlari tegdi-yu, lekin bu barmoqlar kifoya qilmadi. G'apala. 1-0 qalay? Birinchi hujum. Uyg'oning darvoqe. Mabodo kali ko'z ketib qolgan bo'lsa. Navbatdagi hujum, ehtiyot bo'lish kerak. Raul Jimenez bilindi, borayotgandan bilindi shu bola gol urishi. APL o'ynayotgan futbolchiga erkin zarba yo'llashga bermaslik kerakda. Sarosima va Meksika juda tez javob beryapti. Hujum chizig'i striker gol uryapti. Bizda ham striker urdi. Hujumni ko'raylikchi, mana shu joyda himoyachilarimiz tayyib zonasida Abdulla Abdullayevni sal oldinga chiqib ketgan ekan. Keyingi zarba o'xshamadi, to'g'ri? 25-raqam ostida o'ynayotgan Alvaradoda pas bo'lib qoldi-da, keyin joyini yo'qotib qo'ydi va keyin pas ham qilib berdi Raul Jimenezga. Bundan qo'shib berilgan daqiqalar aytildi. Mayli, bizga bu hozircha qiziq emas, chunki hamyurtlarimiz navbatdagi hujumni chat tomonda tashkil etishyapti. Jaloliddin Masharipov zo'r pas bo'ldi. Va urg'ur. Keyingi zarba. Gol azizlar. Azizbek Turg'unboyev tanaffusga jamoamizni 2-1 hisobida 1-1 ga ko'nib turgandiga 2 Jaloliddin Masharipovdan fenomenal harakatlar. Chap tomonda ko'rdingizmi? Juda xotirjamlik bilan to'pni uzatib berish asnosida bilmadim meksikaliklar haddan tashqari hali himoyaga ishonib yuborishdimi, o'tkazib yuborish natijasida Turg'unboyevning ideal zarbasi Ochoa ikkinchi marta marhamat darvozaga to'p olib chiqdi. Tanaffusga bir boshqacha chiqib ketdi. Katanets endi ko'rsatmalarni ham boshqacha bersa kerak. Bizga qo'shib berilgan daqiqalar kerak emas deyilgan edi. Mana Atlantada Mercedes-Benz stadionida Mercedescha gol ko'ryapmiz. 7-raqamli futbolchi. Alvares anchadan beri o'ynayapti. Alvares umuman o'sha o'tgan o'yindagi Alijonov variantida o'ynayapti. Pas, voy. Berishmaydi. Hech narsa yo'q. Penalti talab qilyapti. Kortizo, lekin hakam o'yinni davom ettirish lozimligini uqtiryapti. Bor gol urib kelyapti. Birinchi mana bu yerda simulyatsiya. O'zini oyog'iga urilgan ekan. Mana ko'raylikchi. Yo'q, bu yerda penaltiga tortadigan holat yo'q. Oxirgi o'yinlarda o'tgan gal 5 daqiqa o'ynadi. Navbahor tarkibida u ikkita uchrashuvni zaxirada o'tkazgan. Ehtiyot bo'lish kerak. Yana Raul. Buni qo'yishmay. Bir-birlarini tushunmay qolishdi. Darvozabon ham vaqtida chiqib otilib qaytarib yuborish kerak bo'lgan lahzada oyog'ini tiqib Jimenez urib ketyapti. Klassda endi klass. Bu nisbatan yo'q joydan kiritilgan gol deyiladi. 2-2 so'nggi daqiqalarda
ushlasak bo'lardi. Mana ko'ring. Nasrullayev. Hamma Nasrullayevga e'tiroz bildiryapti. Boshqa joyga chiqarib yuborsang bo'lmaydimi deyapti. Nargi tomonga deyapti. Haqiqatan ham nargi tomon. Garet Bale'ga o'xshab turib katta hududlar bo'ylab yugurdi. Abror tushunmadi hozir. Vaholanki bir jamoada o'ynashadi ular. Offside deb qo'l ko'tarildi. Bunaqa payti to'xtab qolmaslik kerak. To'xtab qolmaslik kerak. Hey. To'p darvozaga kirib ketyapti. Oxirida o'zimizga borib urmadik xolos. Antuna Abdullayev. Uchta himoyachi bilan o'ynasak ham hali himoya yopilmabdi. Menimcha Katanes endi 4 ta markaziy himoyachi bilan o'ynashni o'ylab ko'radi. Hammasi qaytarildi. Ortiqcha izohga hojat yo'q. Sovg'a qilingan gollar. Ikkitasi super tarzda sovg'a qilindi. Antuna boryapti, gol. Otabek Shukurov zarba yo'llaydi. Mana bu joyda to'pni uzoqlashtirib yuborgani. Xo'sh. Shukurov uchtak chalindi, ruxsat oldi. Tepada. Ajoyib! Gol kiritadi! Uchovic! Pirlo! Sanchib qo'ydimi? Otmalaring deyapti. Mixladi qarang. Darvozaboniga qo'shib kiritib yubordi. 3 ta gol. Bo'ldi, 3 taginga chal hakam. Aylanganini qarang to'pni. Sardorlik bog'ichi haqiqatan ham oqlandi. Ocho. Argentinadan ko'proq gol urdik. Endi bu tomonlarni gapirsak ham bo'laveradi. Uch. O'rtoqlik o'yini, lekin bu rasmiy o'yindek hayajonlanyapmiz. Alam qiladi-da oxirgi daqiqalarda. Pas ichkariga va darvozabondan seyf oxirigacha. Zo'r. Uchtak chal bo'ldi. Xudoga shukr. 3. Dahshatli o'yin. Haligi double comeback. Barchalarga rahmat degan holda men ham xayrlashaman. Meksika O'zbekiston 3. Jahon chempionatiga chiqsak bo'lardi. Ko'rishguncha.